Assalomu alaykum. Mana bugun biz Surxondaryo innovatsion tomorqa maktabiga keldik. Shogirdlarimiz bilan kelganmiz. Mana Agrostar Angor issiqxonasiga kelganmiz. Demak, bu yerda turli xil o'simliklarni hozir siz bilan ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Mana hozir shogirdlar bilan bu yerda tanishtirib o'tamiz. Termiz shahridan uncha uzoqda emas, mana vokzal yonida bemalol talabalarimiz bu yerga kelib o'z ko'zlari bilan gidroponikani, turli xil o'simliklarni, o'sha rozmarin deymizmi, zaytun deymizmi yoki sabzavot o'simliklarni bemalol ko'rishi mumkin. Bunday bo'lsa, hozir ichkarilarni kirib siz bilan ko'rib chiqamiz. Ketdik. Vaqtlarni bugun kirsalaring eng foydali, eng zo'r 5 ta mahsulotni birinchisida brokoli turadi. C vitaminiga eng boy o'simliklar. Mana bu qizil karam, bu ham biz hozir buni sharoit yaratyapmiz. Hozir mana qarang, bu ko'rsangiz bir gulga o'xshaydi, lekin vaqt o'tsa mana bu yerda mana men kecha ko'rganman, ko'rsam brokoli bilasizmi, bozorda qanchaligini? Yo, o'zi nima deydi? Bozorimizda emas, uncha ommalashmagan. Mana shu brokoli, mana shu qarang. O'zi shuncha hajmi kattagan bittagina mana shu brokoli shu. Brokolini Ko'proq salatga ishlatiladi va brokolini olish kerak. Qizlar olish kerakda uni 2 minut ichida qaynatib yeyish kerak. Shunchalar foydali. Shu mana men o'zim nevaralarimga brokolini olib o'zimiz yetishtiramiz. O'zim dehqonman. Hop, tuxum bilan aralashtirib bir to'yimli o'zini alohida yeyish kerak buni. Qaynatib, odamlar xomligicha yeydi. Karam bu. Respublikamizning 16 ta tumanida, jumladan Surxondaryoda 3 ta tumanida Agrostar Holding kompaniyasi tashkil etilgan. Jumladan Surxondaryoda Angor, Uzun va Denov Agrostar kompaniyasi mavjud. Maqsad bu yerda paxta g'alladan tashqari qishloq xo'jaligiga bog'liq bo'lgan hamma sohani kirib borish. Maqsad bitta, 57 sonli qarorning maqsad joylarga kirib borib, odamlarga yordam, ko'maklash maqsadida. Bitta Angor Agrostardan kelib chiqqan holda bizlar karam, gulkaram, brokoli va piyoz yetishtirish bo'yicha shug'ullanamiz. Mana bu Uzun Agrostar kompaniyasiga taalluqli issiqxonada anjir yetishtirishning tajribasi bu. Mandaning 3 tasini shunday qo'yib hozir turibdi. Yonboshiga rozmarin qo'shmoqchimiz. Rozmarin bitta buket bo'ladi. Lavanda bu yerda navi bor-da. Mana bu keng bargli lavanda, bu ingichka bargli, bu chidamsizroq. Mana bu yoqda ekilgan hammasi mana shunday. Mana bariga ko'ryapsizmi? Uni endi bariga qarang. Mana bu. Fransuzcha, italyanskiy lavanda deyiladi. Navlari bo'yicha, nimasi bo'yicha, chidamliligi bo'yicha. Mana marqali qiz qani? Mana qizim. Musofir dedi bu. Mana. Buni orqasidan odamlar millioner bo'lyapti. Biz buni bir tinga olmaymiz, lekin bu ham bizni bir tinga olmaydi. Gapni oching. Millioner bo'lyapti odamlar. Buning guli bor-ku, gulini urug'ini